Assalomu alaykum izləyicilər, keçmişlər xeyirli olsun. Mən Adil Ergür, Uyğur Tədqiqat İnstitutunun həmkarlarına salam verirəm. Ərəbdə institutumuzun müdiri, şundaqla Hacettepe Universiteti Ədəbiyyat Fakülteti Tarix Fakültesi doçent doktor Erkin Ekrem müəllim bilan ötküzüb kelayotgan xalqaro vəziyyət və kun tartibi proqramımızdakı yeni bölümü huzuruңuzda bo'ldi. Erkin müəllim, xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. İzləyicilər, biz bugün programımızda mündəq iki tema üstündə analiz edib almaqçı. Birincisi, Xitay, Suudi Arabistan, Palestin hakimiyyəti, Mısır, İndoneziya, İrdaniya qatarlıq dövlətlərindəki Təşqi İşlər Ministerliyi təşkil etdiyi bir heyətini Beijing kütüb aldı. Bu kütülüşdə əsaslı Palestin məsələsi ko'proq tillanğan oldu. Biz bu temadan başqa, yana bir hafta burun Amerikanın San Francisco şəhrində Xitay dövlət reisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden görüşkəydi. Görüşkəndən keyin qandaq bir görüşdən keyin iki liderninki iki dövlət münasibətlərinə təsir göstərdiyi haqqında analiz etmişimiz mümkün. Aldı bilan birinci temadan başlasaq, biraz burun deb ötdüyümdək, Xitay hökuməti 5 dövlətin təşkil etdiyi Təşqi İşlər Ministerliyi təşkil etdiyi heyət və bunun içinde Dünya İslam Kenişindeki sekreterime boğan bir heyetini kütüp aldı. Gayet Təşqi İşlər Ministeri bu qıtım uçuruşda Palestin'de bu Gazze'de derhal vuruş, toxtuş lazımlığını, dünyanın ki bununla küçük kılış lazımlığını, tragediyanın aldığını işlemezlik alaydı təklif etti. Təşqi İşlər Ministeri bu anlayın ki bazı aldığını plana çıkan cümleler var, gaplar var. Yani biz bir Xitay hükümeti buluşturulan Müslüman ve Arap devletlerini her daim hukuklarını, menfaatlerini qo'llab keldik. Bu Palestin hakimiyetining milliy ilk hukukunu qo'lga kiritishga tirishchiliklarni her vaqt yaqindan yordam qildik. Biz bu qurulishda her vaqt adolat va haqqoniyat va adolat hozirgi sharoitda Palestin va Isroil o'rtasida insoniyatning to'g'ri va xato tushunishi paydo bo'ldi degan insoniy majmuasi albatta bu uchrashuvninki bundoq bir uch tarafı var, mühim tarafı. Birincisi, Xitoy nima uchun bu 5 Arab davlatini taklif qildi? İkincisi, Xitoyninki bu Arab va Müslüman davlatlarininki Palestin masalasida yeni turishi yoki qo'llashi Müslüman dunyosida qanday ta'sir paydo qilishi mumkin? Uchinchisi, Müslüman dünyasındaki Şərq Türkistan meselesiga tutqan pozitsiyasi qanday bir o'zgarish bo'lishi mumkin? Hammadan muhimi, Xitoyning adolat va haqqoniyatdan ig'iz etishi. Bu musulmonlar temasida qanday bir tushunimiz buni? Şərq Türkistan'a bog'lab qanday tushunimiz degan masalalarga javob berishtirishimiz. Ma'lum oldi bilan Xitoy hukumati nima uchun bu 5 davlat tashkilot qo'yatni qabul qildi? Bu shundan boshlasak. Bu 10. ayının 7'sinde bu Hamas teşkilatı İsrail'e karşı hücum kılığından biri vaziyette bağan sıra iğirleşiyordu. Ve en başta birinci haftasında bu Arap devletleri şu Mısır'da yığılgan. O yerde bir inek bir nesli çıkmadı. Şu İsrail'in tanqid qilish, İsrail'in kılganlarının ki yamanlıklarını köz tutturup ve bu Filistin halkıga İstarçılık bildirilganlarını ifade qilgan bo'ldi. Ve bu yığınga nurg'un devletlerninki reislerine qaytilgan endi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Erdoğan'a qaytilgan. Onunki o'tgan hafta yana şu Suudi Arabistan'da yani Tashqi ishlar ministri Arablar ve Müslüman devletler yığılıp üyede yana bir yığın qildi. Devlet reisleri, ministerleri qaytilgan yani şu İran'ın Cumhuriyeti reisi mi qaytilgan bo'ldi. Bu yığında mı bir çınarak tedbir ağdek bir çareni göstergeni yok. İran tarafı biraz İsrail'le boğan diplomasi münasebetlerini üzüldüğünde şu İsrail'e karşı Müslümanlar bir güç birliğini şekillendiriş bir yerdeki güç birliği yani inıqmında bir harbiy degan gapni qilmasman, nima gaplarni qildi. Ondan keyin İsrailga
diplomasi cetten ve şundakla iktisadi cetten, enerji cetten ambargo kuraylı dedi. Ama o karar bulup çıkma dendi. Şununla hazır bu Filistin'e hoşuna boğan Mısır ve Jordanya ve şundakla bu Arap devletlerinin ki dişi boğan Suudi Arabistan hem de Filistin halkını temsil kıldıran hükümetinin ki adamları ve Endonezya. Yani bunlar Arap emesenleri. Bunlar ondan ki şu Xitayga ve şundakla Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Konseyi'nin 5 a'za devletlerge ziyaret kılmakçı. Bundan başka münasebetli devletlerge bağmakçı herhalde. Ama bu Beijing bağı heyetinin içinde İran'ı Amerikan'a okşaş, bu Türkiye'nin mi ağınıyor? Demek bu Endonezya bu meselede tekimi rol oynaydıganlığını mı diye de gösterdiğim oldu. Xitayga bağandan keyin aslında Xitaydan belki Xitayninki köz qarashini, pozitsiyasini, qanchalik yardım qila oladiganligini o'ylagan bo'lsa kerak. Buni so'rash uchun undan boshqa Xitayninki shu Filistin meselesiga qanday bir amaliy bir siyosetni ilib boradigan yolg'izlar şu İsrail'ni tanqid qilib, Filistinliklarni qo'llaymiz deb qo'yishni emas, ularga maddiy yardım qilamiz, qutqizish faaliyat qilamiz demay boshqa bir amaliy bir qiladigan ish bormi deb shuni o'rganish uchun borgan bo'lsa kerak. Chunki 2 kun davom qildi bu. Xitoy butun chiroyli gaplarni dedi, haqqoniyat bo'lganligini, yani bu tamamen bir yalan gap bo'lganligini hemmimiz bilimiz bunu. Bundan başka bu şu Arap devletlerinin, Müslüman devletlerinin ki dostu dedi Xitay'ın. Ondan keyin qeyrindosh dedi. Hem de Müslümanlar bir-birisiyle qeyrindosh bo'ladi, ama bu yerdagi qeyrindosh qaysi ma'noda dedi Xitoy. Ama bence bu Müslüman devletler bu chiroyli gaplarga bekmi ishini ketmaydi. Ama Xitay'daki bir çoğun devletten faydalanış ve şundakla İsrail'e hatta Amerika'ya bizim işiltiş için Xitay'daki bir devletke ihtiyaç bağlılığını mı bir yerde gösterdi. Şununla bu Xitay'ın ki bundan ki bir Arap devletlerine ya da Müslüman devletlerinin bir planına qanchalik yardım kılalaydı bu siyasi, iktisadi, diplomasi, enerji degandek her sahada bir Araplarınki bir planı olsa bununla karşı Xitay qanchalik bir yardım kılalaydı. Siyasetninki turduğan yeri, pozisiya ve orni qanday bo'ladi deganni o'rganish uchun ba'd deb o'ylayman. Ama hazır ben degan gap so'zlar o'tirliqda yo'q, ama 2 günlük bir ziyarette şu meselelerini müzakere kılmayı, qaysi meselelerini müzakere kıldığı deb o'ylayman. Çünkü Xitay şu Filistin meselesi de nurg'un qitim şu tinchlik görüşüşler bo'ldi. Mayli şu 90'lı yıllardaki Amerika'nınki Sovyetler tegishli qilmagan vaqtida Amerika, Sovyetler ve münasebetli devletlerinki Madrid'deki görüşüşü, 2 yıldan keyinki Oslo görüşüşü olsun. Ondan keyinki şu Arabat bilan İsrail baş ministri Arap'nınki görüşüşleri olsun. Ondan keyinki şu 2013'te Filistin hazırki Mahmud Abbas'nınki başqurayotgan hakimiyetinin Birleşken Devletler'e közlemci bir salayeti bir işi degan yerlerde hem yerde Amerika'nı görüyoruz. Hem de Amerika bütün bu şu 47'den beri İsrail'in kollagan bozma Amerika'nın Demokrat Partisi biraz İsrail'e biraz besim işin. Cumhuriyetçiler tam toluk kollaydı hem de. Bolupmuş 2016'dan keyin şu
Trump'nınki prezident bo'lgandan keyin O'rta Sharqda yangi bir planni o'tirib qo'ygan. Buni hamda o'zininki ko'p o'g'li bo'lgan Qo'shnerninki yetakchiligida bir planni qo'ydi, ammo bu Arab davlatlar bo'lsin, Filistinliklar bo'lsin, buni qabul qilmadi. Bu har qatim shunday bir ko'rishishdan keyin nurg'un jidallar chiqadi. Ya bu İsrail tarafdan şu Kudüs'e berib, Aqsa Camii'ye berib, u yerda bir jidal chiqadi. Mesela Shalom degandek bu bosh ministr bo'lgan kishi. Yoki bu İsrailninki bu yerleşimci degan şu Filistinninki zaminlariga İsrail uchun uy silib, İsrailliklarni aşı topraklarga yerleştirish. Bular hammasi Filistinliklarni xeyli qiynab qo'ydi. Filistinliklarni ikki qitim cho'ng isyon chiqargan bo'ldi. Neticede Amerika aralashgan bo'lsa, bu netije ilinmedi. Ama Xitoy Amerikachilik yoki şu Mısırchilik veya da Avrupa Birliği'deki bir şu ishni hal qilish jihatda bir oyun oynamadı. Yani oyun demeydi, yani bir çare tedbir rol oynamadı. Ötgende şu İran bilen bu Suudi Arabistan arasında diplomasi meselesini yarıştırıp koyup ondan keyin Filistin ile İsrail arasında mı yarıştırıp koyman değil. Xitoyninki esas siyaseti hazırki, yani canını tok tutaylı, ondan keyin ichki devlet modelini emilleştireyli. Ama kandak emilleştirdi bu meseleni. Bu canını tok tutuş belki emelleşer ama o ichki devlet modelini 67 yıl evvelki ahvalga, yani ondan keyin İsrail nurgun zeminlerini besib bilimiz. Şu 67 urushdan evvelki zeminge qarta eğer de bunu ichki devlet kurumuz deydigan bo'lsa, bununla İsrail unmaymadı ki şu günden bugünküce aşınıga unmagan. Xitoy bu İsrailni qanday ma'qul degizi qo'yadi. Hozir hamda budaqa ko'rishishda Filistinni qo'llagan bo'lib, İsrailni tanqid qilgan bo'ldi. Hamda bundan keyin İsrailni tanqid qilgan Xitoyni İsrail qanday qabul qiladi. Şu İsrailninki Xitoy bosh elchisi şu ko'rish haqida bir nutq so'zida deydi. Bu Arap devletler, Müslüman devletler kelib Xitoyga chiqarak şu Filistinliklar qanday İsrailliklarni qanday tehdit qilganligini, qanday o'ldirganligini chiqarak anlasin deydi. O hamda o'zininki İsrailninki nuqtai nazarda turib gapiradi. Ama hozir 12 mingdan ko'p İsrailliklarni o'lyapti. Yani Xitoy İsrail'nin menfaati hakkında mı yapısı oldu? Demek bu Müslüman devletlerinin ki Xitoy ziyaretinde İsrail mi bununla karşı çıkmadı? Şununla bu kıtımki görüşüş bir ötküncü bir tarafiyat hep görsek oldu. Yani Xitoy'dan bir narsa pek çıkmaydı. Eğer de bu işini hal kılman dese, yani şu Arap devletleri, Amerika, İsrail, Filistin bunların arasında ciddi bir şekilde meselelerini oturup koyup hal kılış üsluplarını, omşap duruş, hal kılış üsluplarını ama yığınlap duruş lazım. Hazır burunki Amerika emas, Amerika'nın burunki yaşarını tesir yetkazadigan bir kuchga ega emas. Shuningga bu Filistin meselesi Amerika'nınki O'rta Sharq siyosatiga ziyon berayotgandek ve Araplarninki Amerika düşmanlığı ve Xitoydagi, Rusiyadagi devletlerge bir foydali ahvol bo'lyapti. Shuningga Amerika ciddi bu meselelerge ko'ngil bo'lib,
hal qilishninki uslublarini tepish lozim deb o'ylayman. Ona bu Xitoy Ukraina Rossiya urushida Rossiya tarafini qo'lladi. Bundan keyin Yevropa davlatlari uchun Amerika qarshi chiqqan bo'ldi. Adolatdan gap qildi, to'g'ri qaniyatdan gap qilgan bo'ldi. O'xshashlar Falastin Isroilga urushidimi? Arablar va musulmon tarafda va Falastin tarafda turib, Yevropa davlatlari shundoq Amerikaga qarshi chiqqan bo'ldi. Ya'ni bu yerda bu qarshi chiqish Xitoy dunyoning ikkinchi cho'ng kuchi bo'lganlik uchun mushtaq o'tandi va yoki Xitoy shu Arab va musulmon davlatlarininki aksi bo'lish salohiyatidan iborat yoki oldiga yetakchi bo'lish salohiyatidan ayrilib qolmaslik uchun hareket qilyapti. Va yoki Amerika, Yevropa davlatlari Ukrainani qo'llaganlik uchun va yoki Isroilni qo'llaganlik uchun qarshi chiqyapti degan savollar paydo bo'lgan. Sizcha qaysi nuqtadan turib Xitoy bu pozitsiyani bildiryapti? O Xitoyninki hakoniyat deydi, qarindosh deydi, shu azaldan beri shu arablarni qo'llab kelganligini da'vatadi. Bu gaplar hammasi bir diplomasiya chiroyli gaplar. Aslida Xitoyninki nurg'un manfaatlari bor. Ya'ni birinchi bo'lib shu cho'ng xaritaga qaraydigan bo'lsak, Amerikaga taqobil turish uchun Xitoy yaqinqi yillarda bir Yer shahar Janub davlatlari degan qo'shinni tashkil qilishga tirishyapti. Ya'ni Amerika o'zininki bu ittifoqdosh davlatlarni Xitoyga qarshi bir harakatga o'tgan bo'lsa, Xitoy o'zininki o'ziga yaqin bo'lgan mayli siyosiy, diplomasiya, iqtisodiy, energetik, xavfsizlik jihatdan bo'lsin, shu o'ziga yaqin bo'lgan davlatlarni yeniga tortib, o'zining kuchini kuchlantirishga tirishyapti. Ya'ni Amerikaga taqobil turish va kelgusida jahongir davlat bo'lishniki nishonini amallashtirish uchun. İkincisi bu Müslüman devletlerde bulup O'rta Sharq davlatlarida Xitoyninki energiya manfaatlari bor. Ya'ni Xitoyninki shu neft bilan tabiiy gazninki sirtqi beqinishiningki prosenti naydi yuqori. Ya'ni o'rtalama %70. Bununki %45'ini O'rta Sharqdan oladi. Shuningga O'rta Sharqni tatqiq qo'ysa bo'lmaydi. Hamda bu O'rta Sharq rayonlarga o'zininki ishlab chiqargan mahsulotni setish uchun bir bozor izlanmoqda. Tabii bu O'rta Osiyo, O'rta Sharqdagi davlatlar Xitoyga ehtiyoj bor. Birinchidan shu g'arb davlatlari Amerikaga qarshi shu Xitoy bizning yenimizda turib bersa, taqobil tura olamiz deydi. Xitoy inson haqlari, demokrasiya deganda qimmat qarashlarini so'zlab yurgandan keyin, yolg'izlar iqtisodiy tijoratni so'zlab yurgandan keyin, o musulmon davlatlar bunga xo'sh. Musulmon davlatlarningki ba'zilari Xitoyga shu energiya setish uchun, ba'zilari shu geopolitik jihatda Xitoyni o'zininki destekçisi deb ko'rish, misol Eron. Misolga Xitoy shu bizga mablag' salamiki texnologiya eklamdiki deb kutgan davlatlar bor, misolga Turkiya. Undan boshqa Iroq va Suriyadagi davlatlar shu Xitoy bizga bir adolat nuqtasida turib, g'arbga qarshi bizga bir sahib chiqqan bo'lsa deydigan ko'z qarashlari va kutishlari bor. Shuningga bu yolg'izlar Xitoyninki manfaat emas, shu O'rta Sharqdagi musulmon davlatlarning Xitoyga ehtiyoj qiladigan manfaatlari bor. Bunda bir paytda bular osonla bir yerga kelalaydi. Fakat bu O'rta Sharqdagi ba'zi davlatlar g'arb bilan bo'lgan munosabatlar, Amerika bilan, Yevropa bilan bo'lgan munosabatlarni uzib tashlab qilib bo'lmaydi. Chunki iqtisod jihatda, finans jihatda, hatto harbiy qurollar jihatda yana shu g'arb davlatlar bilan munosabati bor. Yana yig'ib kelgan chog'da Xitoy o'zininki abay degan manfaati uchun
yani milliy manfaati uchun o Filistinliklarni qo'llab kelganligini bu aslında Mao'nunki bu vaqtidan itibaren devam qilgan bir siyosat. Hozir Xitoyninki Arab va Musulmon davlatlarininki bu Isroil Falastin urushida yoki boshqa jihatlarda bir sepda turib harakatlanishni degan bo'ldingiz. Mayli aktiv bo'lsin yoki passiv bo'lsin. Xitoyninki mushu Arab yoki Musulmon davlatlaridagi o'rniniki texnik mustahkamligi deb faraz qilsak, shular bir sharoit ostida bizningki bu Sharq Turkiston davosini Arab Musulmon davlatlarida qandaqroq bir elib berish to'g'ri keldi yoki bizim davayimiz bu davlatlarda ta'sir uçuramdı, salbiy ta'sirlarga. Uchraydi, chunki ko'ryapmiz hamda bo'layotgan ahvollarni. Ya'ni musulmon davlatlar hammasi bo'lmasimi ko'pi shu Xitoyninki Sharq Turkistonda ilib borgan siyosatni qo'llayotdi. Yani Xitoyning yinida turib o'zininki qarindoshlariga sahib chiqmagan bir ahvol bor deydi. Ama bu yerda men davatkanlar hükümetim. Müslüman halkınınki köpü bunda emas deb o'ylayman ki shundoq nurg'un misollar bor. Yani bu Müslüman devletlerde bizim qo'llayotgan ahvollar bor, ko'rinyapti. Bunda bir ahvol hamda Müslüman devletinin ichidami bir ziddiyat yaratdi. Bu da mana ko'rdik, shu Mısır bo'lsin, Suudi Arabistonda bo'lsin, Muşu devletlerinin halkı Filistin'i kollayımız deb bazı namoyishlar, bazı narazılarını bildiriyordu. Aşının okşaş Uygurlarga qartımı, Sharq Turkiston Müslümanlarga qartımı muşu Müslüman halk yine ko'ngillar, yani bunu kollaydı, destekleydi deb o'ylayman. Çünkü evvel degandek devletlerinin arasındaki menfaatten tüpeyli Uygur meselesi de bu Müslüman devletleri, hükümetleri icraat turladı. Ama yanı bir meseleme var, burumacık dedik. Xitay aslında Müslümanlara sahip çıktık deb görüngen bolsa, ama İslamiyet'e belgen nurgun ziyanlar var. Bu İslam'ı işkiga bölüş, Arap İslam'ı ve Xitay İslam'ı. Peygamberimizin resimlerini sizin hakaret kılış degende. Sharq Turkistonda Müslümanlarını hemmini dinden çıkırış. Camilerini yıkıtıp, minarlarını yıkıtıp, Xitay bayraklarını isip, Xi Jinping'in sözleri, Mao'nun sözlerini uyak çaplap, bazı şartlarını koyup caminin altına. Degendek bu İslam'ı Müslümanlarıma belgen bunda ziyan var, ama bu Müslüman devletlerinin hükümetinin adamları bunu kövmeyi keliyordu. Kövmeslikin sebebi bence bilmeydi o demez. Şu ebey değişken o menfaat için. O Uygur meselesini kövmeyi keliyordu değil mi? Bundan başka bu Uygur meselesinin şu Amerika ve Garp devletlerinin çıkargan bir cidal. Çünkü bu Amerika ve Garp Xitay bilen münasebetler jirikleşiyordu. Şununla Uygur meselesini kozurtulup oynayadı aslında. Bunda bir narsa yok deb Uygur meselesi yok deydigan bunda adamlama var. O Amerika Garp'ki bo'lgan narazılığından Mao Uygur meselesini kömeslikten davranıyordu da. Bu ahval uzun devam kılmaydı deb o'ylayman. Yani teşkilatlarınki tırışçanlığı lazım. Yani bu Müslüman devletlerinki halkı bile, uyadaki dini teşkilatlar bile, ziyalılar bile, her katlamdakiler bile münasebetlerini kurup bu meseleni yaxshi anlatgan takdirde bence bu hazırki ebey deyilgen vaziyet, yani Müslüman devletleri Xitayni qo'llaganligimi, yani Uygur meselesi üstünde qo'llaganligimi asta acizlab tugaydi deb o'ylayman. Yaqinda Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ı
İki qitim nutq bergan chog'da bir qitim Uyg'ur xalqi deb ifoda qildi, bir qitim Sharqiy Turkiston deb ifoda qildi. Hammamiz bilamiz, doim Turkiston deb o'tib ketadi. Bu da Sharq Turkiston deb aniq ifoda qildi. Demakki, kelgusida boshqa musulmon davlatlar ham asta-asta shunday fikrlari o'zgarishi mumkin deb o'ylayman. To'g'ri, bunda bir savolni oxirlashtirsak, Xitoylar Arab yoki musulmon davlatlardan biriga kelgan vaqtida o'sha G'aza masalasida insoniyatningki to'g'ri xato tushunchasi ustida bir savol qo'yish to'g'ri keldi dedi. Ondan keyin bu yani birisi biz ixtilofda haqqoniyat va adolat tarafda turimiz dedi. Hamda hammamiz Uyg'urlar ishonmaydi bunga. Bu Xitoylar. Lekin Xitoyning haqqoniyat yoki adolat yoki to'g'ri xato tushunchasi zodi nima? Xitoyda adolat yoki haqqoniyat yoki adil degan narsa yo'q. Yani tarix bo'yicha men degan to'g'ri deydi. Yani siyaset, benim siyasetim to'g'ri. Mayli qanday xato va to'g'ri bo'lsin. Agarda chiroyli gaplarni qilgan bo'lsa, bu gaplarninki arkasında başka bir menfaat var. Şununla bu Xitoyninki bu adalet noktasında turup yapıladığı deyiş pek qiyin. Misalga Hamas bilan İsrail'nin arasındaki bir jang dedi. Xitoy Hamas'ın ismini atay bermay Filistinliklar davadıdı. Hem de Filistinliklar degan vaqtida chet elga chiqib ketgan Filistinliklarni hisob qilmagan chog'da shu rayonda 3 xil Filistinliklar var. Birisi G'azadagi Filistinliklar, birisi Ramallah merkezli bir Filistin, yani hozirgi Filistin hukumati. Bundan başka İsrail'nin ichida deb qo'yaylik, ya'ni İsrail'ni egalab olgan yerdayli. Bu yerda nurg'un Filistinliklar var. İsrail'de 9.700.000 adam var. Bunun 5'te biri Filistinlikler. Filistinlikler bu İsrail devleti parti kurgan. Bular ökücü parti bulup bir qancha saylamda meclisga kirgan. Bularning vekili bo'lgan. Ve shundaqlar bu meclisda Filistinliklarning hakkını qo'llash uchun shu mecliste necha urushib so'qishganligini bilimiz bu yerda. Ama bu Filistin'in içinde yaşayotgan Filistinliklar, İsrail devletinin içinde yaşayotgan Filistinliklarning bir qismi shu İsrail bilan birga yashasa, bir devlette ikki millat bo'lib, demokrasi tuzumda devam qilsak deb o'ylari bor. Hatta bazı Filistinliklar şu G'azadaymiz, şu Ramallah merkezli rayonlardaymiz. Bularni İsrail devletinin ichiga kirib, nüfus chetda bu İsrail bilan teng va İsraildan chiqaroq bo'ladi. Shunga demokrasi tuzumda İsrail devletinin ichida shu Filistinliklarga haqqini qo'llay oladigan bir haliga keldi, kelgusida nurg'un o'zgarishlar bo'ladi deydigan Filistinliklar bor. Shunga bu Xitoyninki Filistinliklar degan vaqtida kimni davatganligini aniq demagachga G'arb devletler, Amerika devletleri ve İsrail bu Hamas'ni qo'llayotdi deb tushundim. Shunga Xitoy ba'zi gaplarni mujmal qildi. Nima desang, ne qanday tushunib olsam tushunib ol, men deydiganni deb oldim. Yoki men majbur qoldim bu gapni dedim degandek bir pozitsiyada davranıyordu. Yani Xitoyninki davranışlarda misalga Filistin xalq izlıyordu. O'zininki ota-bobosining yashagan rayonda yashamaydigan holiga kelib qolıyordu. Deganni qo'g'dab turib, shu burungi man bergan misollar va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida majburlagan ba'zi qarornomalar bor shu Isroilni.
aşında kararının aksıda turup bazı emeli bir işlerini kılış lazım. Ama İsrail bile pek düşman bu geçişini pek halımaydı aslında Xitay. Xitay'ın bugünkü F-10 vuruş arıplarınınki teknikleri, bununki bazı tanklarınınki teknikleri, onunki mavi havadan havaga roketi atıdığan teknikleri, muşlar hemsi İsrail'ninki sayesinde emelleşti. Şununla bu İsrail çoğun teknolojiler yok, çoğun teknolojinin ki uşak teknolojisi de pek mahir bular. Aşı uşaklarını yasap durup pul tepadı bende. Şunun Xitay'ma hazır bu Amerika'nın ki teknoloji ambargosu da karda İsrail devletlerden yani aşına okşaydıgan devletlerden bu şu teknoloji ilişini mi xalar? Şununla bu iniq demey, mücmel dep, kelgüsünde bir İsrail bilen gap talışıp kalgan çağda dağılığı gibini mındaq özgertirilip yoki gibidan yenilishninki yo'lini mi izlayapti. Şununla bugün Xitoyninki bu xil siyasetlerini bir diplomasi oyunu deb tushunib tursak bo'ldi. Çünkü en başta dedi Xitoy şu Filistin meselesinde ameliy bir ishni qilib boqmadi. Sizin bu tarih sohbetleri yapıp burunki programlarımızdan Xitay'a qildiganlarınızı şu xulasa kelerimiz yani. Bu yerda haqqaniyat, adalet yo'qligini bilib turibmiz. Amaliyotda Xitoyninki haqqaniyat, adalet yoki tushunchasi shu o'zi markaz qilib deyildi dediniz. Amaliyotda Xitoyning shu kuch bor yerda, mening kuchim bor. Davamlı tarixim kuchim bo'lib kelgan. Bunda bo'lgandan keyin men nima desam, shu mening deganim adalet bo'ldi. Mening deganim haqiqat bo'ldi. Mening deganim haqqaniyat bo'ldi degandek mushkul ko'z qarash. Ya'ni haqqaniyat yoki odillik, adalet yoki ilm degan narsa shu yaxshi isil bo'lganlik uchun emas, ularning qo'lida kuchi bo'lganlik uchun, ya'ni shuni davatidi degan bir xulosa kelgandik biz. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Xitoy hukumatiningki Misr, Saudiya Arabiston, Falastin hokimiyati, Iordaniya, Indoneziya qatorliq davlatlarninki tashqi ishlar ministrligi tashkil topgan bir heyetni qabul qilganligi, shundaqla bu qabul qilish jarayonida Xitoyninki musulmon va arab davlatlarininki qirindosh ekanligini ta'kidlaganligi va Falastin bilan bir saf ekanligini, nima uchun bir saf ekanligini ovoz qilishtirishdik. Siz ko'p rahmat. Ben rahmet ettim.